mavzu bo'yicha quyidagi topshiriqlar berilgan. Demak, birinchi topshiriq. Sariq jadvaldagi yakuniy qoldiqlarni chiqaring. Demak, sariq jadvalda ko'rsatkichlar berilgan, shu asosida yakuniy qoldiqni chiqarish kerak. Ikkinchi topshiriq. Sariq jadvaldagi ma'lumotlar asosida, ya'ni shu ma'lumotlar asosida ko'k jadvalni to'ldiring. Biz o'tgan darsimizda aktiv shotlar va undagi harakatlar, passiv shotlar va undagi harakatlar bilan tanishdik. Bu jadval sizning konspektingizda bo'lishi kerak. Korxonaning hisob raqamidagi pul mablag'lari. Boshlang'ich qoldiq 5 million, ko'payishi 11 million, kamayishi 7 million. Yakuniy qoldiqni chiqarish kerak. Demak, korxona hisob raqamidagi pul mablag'lari bu korxonaning aktivi hisoblanadi. Yakuniy qoldiqni chiqarish uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz ko'payishini va chiqaramiz kamayishini. 9 million yakuniy qoldiq chiqdi. Endi shuni hisob raqamiga qo'yib chiqamiz. T shakldagi shot. Aktiv shotda boshlang'ich qoldiq debitda, ko'payishi debitda, kamayishi kreditda va yakuniy qoldiq debitda qo'yiladi. Demak, pul mablag'i bu aktiv shot ekan. Undagi boshlang'ich qoldiqni debit tomonda ko'rsatamiz. Aktiv shotning ko'payishi debit tomonda. Demak, buni ham debit tomonga ko'rsatamiz. Aktiv shotning kamayishi kredit tomonda. Demak, kamayishini kredit tomonda ko'rsatamiz. Va qoldiq 9 million debit tomonga qo'yildi. Videoni shu joyga to'xtatib, qolgan masalalarni yechib, solishtirib ko'ring. Masalalarni to'g'ri yechdingiz degan umiddaman. Demak, keyingisi korxonaning mol yetkazib beruvchidan qarzi. Demak, korxonada 22 million qarz bo'lgan ekan. Korxona yana qarz olgan 14 million va 18 million qarzni to'lagan. Demak, yakuniy qoldiq boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz qarzning ko'payishini minus qilamiz qarzning kamayishini. Shunda 17 million bizga yakuniy qoldiq chiqdi. T shakldagi ko'rinishda mol yetkazib beruvchidan qarzlar bu passiv shotlar hisoblanadi. Passiv shotlarda boshlang'ich qoldiq kreditda, uning ko'payishi kreditda, kamayishi esa debitda ko'rsatiladi. Yakuniy qoldiq kreditda qo'yiladi. Demak, korxonada 21 million so'm qarz bo'lgan, korxona 14 million so'm qarz olgan va 18 million so'm qarz to'lagan. Korxonaning yakuniy qoldig'i 17 million so'mni tashkil etdi. Keyingisi korxonaning ustav kapitali, bu kapital shot hisoblanadi, passiv shot hisoblanadi. 15 million ustav kapitali bo'lgan va 12 million so'm yana qo'shilgan. Ustav kapitalda kamayish bo'lmagan. Qoldiq 27 million so'm. Demak, ustav kapital bu passiv shot hisoblanadi. Boshlang'ich qoldiq kredit tomonda ko'rsatiladi. Uning ko'payishi ham kredit tomonda ko'rsatiladi. Kamayish bo'lmagan. Passiv shotning qoldig'i kredit tomonda ko'rsatiladi. Demak, boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz kredit oborotni. Keyingi ko'rsatkich korxonaning xaridorlarga o'tkazib bergan bo'naklari. Demak, korxona oldindan 18 million so'm o'tkazib bergan bo'lgan. Boshlang'ich qoldiq 18 million so'm, keyin yana 14 million so'm o'tkazib bergan. Ya'ni 14 million so'mga ko'payish bo'lgan. 6 million so'mga kamayish bo'lgan. 6 million so'mlik tovar olib kelgan. Qoldig'i qancha bo'ldi? Demak, 18 million so'mga qo'shamiz ko'payganini. Minus qilamiz kamayganini. 26 million so'm korxonaning oldindan o'tkazib qo'ygan puli bor. Buni shotda qanday ko'rsatamiz? Korxonaning xaridorlarga oldindan o'tkazib bergan bo'naklari bu aktiv shot hisoblanadi. Boshlang'ich qoldiqni debit tomonda ko'rsatamiz. Aktiv shotlarning ko'p boshlang'ich qoldiqlari debitda turadi. Ko'payishi debitda. Kamayishi esa kreditda. Aktiv shotning yakuniy qoldig'ini chiqarish uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz debit oborotni, minus qilamiz kredit oborotni. Ya'ni ko'payganni qo'shib kamayganni ayiramiz.
26 million so'm qoldiqni debit tomonda ko'rsatamiz. Keyingisi korxona omboridagi xom ashyolar. Bu aktiv shot hisoblanadi. Qoldig'ini chiqarishimiz uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz, ko'payishini, minus qilamiz, kamayishini. Demak, 30 million so'm qoldiq bo'lgan. Demak, T-shotda bu aktiv shot bo'lganligi uchun boshlang'ich qoldiq debitda ko'rsatamiz. Ko'payishi debitda, kamayishi esa kreditda. Yakuniy qoldiqni debitda ko'rsatamiz. Yakuniy qoldiqni topish uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz debit оборотni, minus qilamiz kredit оборотni. Keyingisi korxonaning ish haqidan qarzi. Korxonaning ish haqidan qarzi bu majburiyat hisoblanadi, passiv hisoblanadi. 10 million so'm korxonaning ish haqidan qarzi bo'lgan, qarzi yana 14 million so'mga ko'paygan. 20 million so'mga kamaygan ekan. Yakuniy qoldiqni chiqarish uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz, ko'payishini, minus qilamiz, kamayishini. Demak, korxonaning qarzi 4 million so'm yakuniy qoldiq qolgan. Korxonaning ish haqidan qarzi passiv shot ekan, demak, boshlang'ich qoldiqda passivlar kredit tomonda qo'yiladi. Passiv shotlarning ko'payishi kreditda bo'ladi. Demak, passiv shotlarning kamayishi esa debitda bo'ladi. Yakuniy qoldiqni chiqarish uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz kredit оборотni, minus qilamiz debit оборотni. Demak, uyga vazifadan maqsad shotlarning mohiyatiga qarab siz ularni aktiv yoki passivligini aniqlashni o'rgandingiz hamda ulardagi harakatlarni shotlarga qo'yishni o'rgandingiz.